Sizin tanımışsam ben bakar loben dep dem kızlık bana. Bu kalpak bay çoğulab ketdim o ya. Nice. Mavsat ig'ir ketdim ya masval. Loben, qanday ahvolingiz yaxshimi? Sizin tanımışsam ben bakar loben dep dem kızlık bana. Voy, biz tanıymiz, siz tanımagan bilan. Mushu To'sqin tepasidagi tijorat sohasida ko'z ko'ringan, utuq qozongan danglik shaxslarni ziyorat qilish maqsadida endi birinchi job sizlarning oshxonalar ichilgan xil necha yil bo'lib qoldi. Hozirga qadar tijoratinglarmi yaxshi, shunga avval sizlarning bir oshxonalarni ziyorat qilib boqil deb kelgandik. Ha bu kalpak bay çoğulab ketdim o ya. Ben özümni onda utuq qozongan deb çağlamaymiz. Sizning utuq qozongan, yuz topgan, pul topganingizni. Rahmat. Unda o'zi xalq e'tirof qilgan bo'lsa, xo'sh bo'ldik. Ko'pchilikka rahmat. Unda ziyorat qiling. Rahmat, ziyoratimiz qabul Kuchimizdan yetishishni boshlashimiz. Ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Javob asmasini ustiga boshlang. Bo'ladi. Yaxshimisiz efendim. Ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Avval o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tamiz. İsmim İzcan. Bu yıl 35 yaş. Poskem Naya. Poskem Bazır'dan. Sizlarning efendim testamaxonasi qurilgan qancha vaqt bo'ldi? Biz efendim testamaxonasi tunjiqdim 2014-yili 12-yilning 26-yilda birinchi qavatda 17 jozimiz bilan testamaxonasi katida tijorat boshlagan 10 yil bo'libdi. 2014 tijorat boshlagan bo'lsa, hozir 2024 qon. To'liq 10 yil bo'libdi. Bu testamaxona qurilgandan boshlab hozirga qadar qanchalik mablag' bilan mushoratga keldi? Dastlabda birinchi qavat testamaxonni qurgan vaqtimizda biz 550 mingdan 600 minggacha atrofida dasmiy salgan. Shu xo'tan yurishtirish, zal, arqa sap ishlarining hamma ishlarimizga biz 600 ming atrofida dasmiy silib birinchi qavat tijoratini boshlagan. 2017-yili shu birinchi qavat testamaxonamizning ustiga joylashgan bir KTV mavozim. Biz restoran qilib olgan yerimiz shu. 2017-yili 3-oyning 8-kuni mishani jo'ran qilib o'tkazib KTVni to'liq o'zgartirib, jo'nshu qilib restoran choy ta'mir sifatida biz 3,5 million mablag' silib ikkinchi qavatni hozir holatga keldik. Hozirgi qadar sizlarning shu efendim testamaxonasi qanchalik odam ish qo'llashdi, qancha xizmatchilar bor? Efendim choy ta'mirimiz hozir oldikayna ustam shagird mulozimatchi oqsab xodim bo'lib 45 xizmatchi bor. 45 odamga oylik maosh taqib ularning turmushini qobiliyat yig'ilib kelyapmiz. Qachondan boshlab Forsasga qadam qo'ygan, nima sababdan amaliy do'konni to'g'ri bog'lashni o'ylashdingiz? Do'yin APP yo'l qo'yilg'ili oldikayna 4-5 yil bo'lib qoldi, lekin men haqiqiy do'yin o'ynab oshxonamni, yemek-ichmek sohasini do'yin o'zlendiraman deb kurash qilayotganda to'liq 1 yil bo'ldi. 2023 birinchi oyning 6-yilida Qashqarda do'yin tarbiyalash darsi qatnashib, do'yinning haqiqiy mohiyati va qoidasini o'rgangandan keyin postkam o'ynab kelib, o'sha qilayotgan tijoratimni, ya'ni yemek-ichmek sohasini, o'sha oshxonamni men do'yin o'zlendiraman. Do'yindagi xaridorlarni oshxona boshlayman degan iddia bilan men ba'zida jonning zopin tatdim, ba'zida gavshav zopinlarni tatdim, ba'zi oshxona ilonlarni tatdim. Hatto ba'zi bir tijoratlarniki ilonni haqsiz yo'llab bergan bo'ldim. Mush sohada bir o'zimni to'ntaydigan iddia bilan do'yin sohasiga qadam qo'ydim. Haqiqatan ko'p kuch chiqaribsiz, ko'p jafolarni tortibsiz. Siz mush efendim testamaxonasi qurilgandan boshlab hozirga qadar qanchalik pul topdingiz? Mavsat ig'ir ketdimi ya masval. Bu yer topgan pulimizni do'yin deyishak bo'lmaydi, lekin pul topsak xalqning pulini topdik, ya'ni xalq qaytug'ash mangdiq. Qo'limizdan kelishicha hukumat yo'l qo'ygan asosda atrofimizdagilarga mushundoq bizningki ozdir ko'pdir boshqalarga yordamimizni qilgash mangdiq. Siz bu testamaxonni sherik ochganmi yoki o'z oldingizga? Dastlabda 2014-13-26 dastlab tijorat boshlagan mezgilda mush oshxonani bir og'inam ochgan asla. Men keyin 2015-11-23 rasmiy silib shirkalab kelgan. Shu chog'da boshlab shirikdoq ma'lum savdo tufaylidan 2 yil bo'ldi. Shirkim piyini boshqalar sotibdi. Shunga men boshqa odam bilan shirik ichaman hozir. Ma birinchi qavat efendim mazik ta'miri, ikkinchi qavat efendim choy ta'mirini yana bir og'inam bilan shirik ichatimiz. Lekin boshqa tarmoq yeni yashim bilan yig'izlik oshxonani o'zimning shaxsiy. Unda sizlar bu efendim testamaxonasi hozir davomli qilib hunar kasb o'rgangusi va shogirdlarni qabul qilyapsizlar. Qabul qilyapmiz, lekin bizning shartimiz bor. Biz shartga tushganlarni qabul qilamiz. Masalan, bir bola unaverman degan bo'lsa, biz cho'qim buning ota-onasi bilan ko'rishimiz avval. O men kelib men unaverib qo'ying degandan biz darhol qabul qilib, xo'tanga aytmaymiz.
Avval başlap, atanız başlap keling deymiz, atanız başlap kelgandan keyin nima maqsad bilan o'rganmoqchi? Oshpazlik kasbini nima sababdan tanladi? Keyingi taraqqiyot plani bormi, yo'qmi? Yo bu yerda kun o'tkazamdi, yo qo'zoq vaqt qolishmi? Shuni to'liq uqib olgandan keyin oshxona ochsa yoki boshqa yerlarda ishlamoqchi bo'lib qolsa, o'sha jamiyatga to'p qo'shalg'idek, shu bilan o'zidan chiqib, bilan nima deganingiz apanim o'rgandim deb, bizni yuzimizda va o'zingizning yo'riqlarg'idek, o'zining iqtisodiy qimmatini oshirolg'idek bir saviyasi, ideyasi bo'lib qolsa, biz qabul qilib, buni o'rgatib, shogird tarbiyalab kelyapmiz. Yaxshi xo'p. Андакта азыркы кадәр силәр мушу әфәндем тез тамакханасының тармак дүкәнле безнең Поскам тәбәсендә канчаны тармак дүкәнне барпа булды. Hozir efendim mezgit taomlari 1-qavatda 2014 ochdik, 2017 2-qavatni tayyorlab 2020 ochdik. 3 yildan keyin. Madam Salvat Beldan biz jo'ngshu qilib ichishga imkon bo'lmay 2024-oyning 20-sida 2-qavat tijorat boshladik. 2022 biz shu Pierlar ko'rsatga bir do'kon o'tkazilib, ya'ni bir ochdik. Keyin yangi ishimizdan yig'izga yana bir tarmoq do'kon ochdik. Orliqda 6 oydan keyin Qo'shun yig'izga oshxona o'tkazib o'tdik. Yetish bo'lmadi qisqasi. Shuni olamiz hozir shu 1-qavat sistemaxona, mavi choyxona, efendim mezgit taomlardan iborat 3 yerda oshxonamiz bor.